huquq kuzatish tashkiloti Yevropa ittifoqi organlariga maktub yozib, Yevropadagi Uyg'urlarning chegaradan qo'g'lab chiqarilmasligini va ularning panohlik iltimosining tezdan bartaraf qilinishini talab qildi. Mazkur tashkilotning Yevropa ittifoqiga mas'ul direktori Lotti bilan Xitoy ishlari direktori Richardson birlikda yozgan maktub Yevropa Kengashi boshlig'i Donald Tusk, Yevropa ittifoqi tashqi ishlar oliy vakili Federna Mogherini qatorliq bir qism yuqori darajali Yevropa ittifoqi rahbarlariga avatildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish harakati doirasida yaqinda tutqun qilingan ijtimoiy fanlar akademiyasining tarixshunosi Asqar Yunusning Qirg'iziston parlament a'zosi Odil Junusning inisi ekanligi o'tirg'a chiqdi. Qirg'izistonning Xitoyning qarziga va texnikasiga bo'lgan ehtiyoji sababli Xitoy tarafdori bo'lib kelgan bu parlament a'zosi bu masala haqida gap qilishni xohlamagan. Angliyaning Yevropa ittifoqi bilan imzolagan Yevropa ittifoqidan chekinish kelishimi Angliya parlamentida ovozga qo'yilishiga barab qolganda yangi bir referendum, ya'ni umumiy xalq ovozga qo'yish o'tkazishni tashabbus qilganlar 1 milliondan ortiq kishining imzosi qo'yilgan bir murojaatnomani Angliya parlamentiga topshirdi. Shuning bilan birga, Yevropa sotining bosh taftishi Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinish iltimosidan tek tarafli chekinsa bo'lganligini bildirdi. Yaponiya, Turkiyada qurishni planlagan yadro energiyasi qurilishidan chiqimning ishib ketish sababli voz kechmoqchi bo'lganligini bildirdi. Xabar qilinishicha, Yaponiya va Fransiya moliya guruhlari tomonidan huddiga ilingan bu qurilish turidan Yaponiya taraf chiqimning ishib ketish sababli voz kechishni planlamoqda. Mitsubishi Eg'ir sanoat shirkati bilan Fransiya energiya shirkatlari hamkorligida elib berilgan bu qurilishning 2017-yil Turkiyaning Sinopda boshlanishi planlangan bo'lib, 2023-yil putib ishga kirishtirilishi mo'ljallanmoqda edi. Fransiya hukumati seriq jelitkiliklar namoyishi sababli kelar yili 1-oydan boshlab yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yiqilg'i beji o'stirish planidan vaqtliq voz kechdi. Fransiya bosh ministri Edouard Philippe televiziya nuqtasi so'zlab, bu bosh planining 6 oy kechiktirilganligini e'lon qildi. U har qanday bir bosh o'stirilishning davlatning ittifoqligini parchalamasligiga kerakligini ta'kidladi.